bir-biriga juda yaqin zich turishibdi. Shuning hisobidan to'pni olib chiqib ketish qiyin bo'lyapti. Chap qanotdan hujum. Oldingi chiziqqa ketdi va birga bir Eldor o'tib ketadimi? Eldor o'tib ketadi. Hisobni ochadi. Zarba. Eldor darvoza surilib ketdimi chap tomonga? Eldor. Lekin rasmiy o'yinlarda bunday vaziyatlardan foydalanish kerak. Himoyachi ham xato qilib berdi-da. Ha. Mana bu yerda to'pni to'xtatishda Eldor ozgina xato qildi, uzoqlashtirib yubordi, keyin himoyachi sirpanib ketdi, Eldor esa zarba to'g'ri bera olmadi. Zo'r bo'lardi boshda hisobni ochib olsak. Chempionlar Ligasi finalining davomi bo'lardi. 7-daqiqada urdi-yu unda. Los Anjelesga o'tgan ekan, mayli. Uzatma amalga oshirildi. Yuqorida jang va chiqardik. Abbos Fayzullayev kirishib ketdi, oston bu yerda kurashadi. Eldor ham, ammo birinchi to'p Kanadaniki. Yaxshi. Hamrobekov ancha sport formasini yaxshilab olib ketdi. Mana bu yerda o'ng qanot imkoniyati bor. Oston O'runov yaxshi pas. O'ngga hisob ochamiz. Eldor zarba. Voy, darvozabon to'pni qaytarmoqda. Hay. Vaqtida ulgurdi tepishga, to'g'ri, lekin himoyachilar ham juda tez yugurishdi, bambito bo'lib. Zo'r rivojlandi mana bu qarshi hujumimiz. Sal o'ngga berib yuborishi ham mumkin ekan-a. Endi baribir forward tepadi-yu. Bunaqa variant ham bor edi. Lekin to'g'ri tepdi muhimi, boya birga biri bundan zo'rroq vaziyat edi.